Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana xudo xolasa inshaalloh mana Chimkentdamiz. Chimkentda xudo xolasa inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu yerda xudo xolasa inshaalloh. Ece adınız ne? Adım Gülcan. Qayerdansiz? Qayerdansiz? Şimkent'te. Git. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu yerda xudo xolasa inshaalloh. Va rahmatullohi va barakatuh. Aka men qayerga keldim? İbrahim Ata. İbrahim Ata qayerda? Chimkentda. Chimkentda Sayramda. Sayramda? Sayramda İbrahim Ata. Mana xudo xolasa inshaalloh. Kelyapmiz ziyorat joyiga. Mana ziyoratga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu joyiga ziyoratga keldim. Ismingiz nima? Beyazxon. Bu ziyorat joy oti nima? İbrahim. Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu yerlarga keldik. Chimkentda Sayram degan joyda, yerda Ibrohim degan ziyorat joylar bor ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana masjidga kiryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh masjidga. Yollarınız ak olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İsmingiz nima? İsmim Maksat. Maqsad. Akamning ismi aka. Qayerdansiz? Bizler Sayramdan. Mana. Qayerga keldim hoji bu? Chimkent shahri Qaratov rayoni Sayram Turg'un Alabi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İsmingiz nima? Atim Shuhrat. Abdushukur. Shuhrat. Shuhratjon sinfdoshlarimning ismi ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, oila, bola-chaqalar tinchmi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.